Kechirasiz. Mana bitta savol bersam. Bizni sotsial savol javob qilayotgan edik. Orzuyingizdagi inson qanaqa bo'lishi kerak? Men hurmat qilish kerak birinchi o'rinda. Aha. Hurmat. Orzularni amalga oshirish kerak. Xarakteri qanaqa bo'lsin? Jiddiy bo'lsinmi? Tashqarida jiddiy bo'lsa va hazillashamiz. Tashqarida jiddiy o'zi hazillashadigan. Okey. Keyingi savol keladigan bo'lsa, oilaga qancha bo'lishi kerak? 6 million yetadi, chunki jakob pasportim yo'q. 6 million. Bo'yi taxminan qancha bo'lishi kerak? Mendan baland bo'lsa bo'ladi. Misol aytaylik, 187 bo'ladigan bo'lsa. Zo'r. U zo'rmi? Yaxshi. Soqoli bo'lsinmi, bo'lmasinmi? Bo'lmasinmi? Qo'li bo'lsa-chi, yosh kattalarga o'xshab yonida yosh bo'lib qolaman-da. Keyingi savol keladigan bo'lsa, kiyinish stili qanaqa bo'lishi kerak? Nefr bo'lmasa bo'ladi. Agar klassika bo'ladigan bo'lsa, faqat qop-qora kiyim olgan bo'lsa, nima deysiz? Normallimi? Bo'ladimi? Chotki. Ochkisi bo'lsinmi, bo'lmasinmi? Farqi yo'q. Misol bo'lsin deylik. Mayli. Bo'ladimi? Bo'ldi, bo'lsin. Keyingi savol keladigan bo'lsa, sizga qanaqa sovg'a berishni xohlardingiz? Gul. Qanaqa atirgul? Farqi yo'q va talab yo'q. Agar birinchi bo'lib sizga gapirgani uyalsa, siz o'zingiz gapirardingiz unga? Gapirardim agar yoqib yaxshi ko'rib tursa. Nima gap aytsa sizga yoqardi? Birinchi bo'lib tanishgan kaotda oldingizga, misol uchun, nima gapdan boshlasa sizga ancha gaplar yoqardi? Keladi-da, yoqib qoldik. Avval gaplashasan. Hozir shunaqa naglitsa yoqadimi sizga? Bu qanaqadir so'zlardan boshlasa, misol uchun, yulduzlar bekordan bekor uchmaydi. Har bitta yulduz uchishi bu har bir baxt. Ya'ni men bugun baxtimni topdim. Zo'r. Xo'p, gapni nimadan boshlashni bilmadim, lekin oxiri qaror qildim shu gapni aytishga. Menga yoqdingiz. Bilasizmi, bizni uchrashuvimiz nimaga o'xshatdi? Yulduzlarga. Sababi yulduzlar bekordan bekor uchmaydi. Har bir yulduz to'qnashuvi bu bitta baxt. Men bu yulduz to'qnashuvini kechasi bekor ko'rmagan ekanman. Ya'ni bugun baxtimni topdim. Men bilan tanishga rozimisiz? Ismim Doston. Anora, chiroylisan. Va yana bitta gapingiz meni esimda qolib ketdi. Siz aytdingiz, menga yaxshi ko'rgan inson gul sovg'a qilish kerak deb. Va men o'sha gullarni sizga berishga tayyorman. Yana bir bor bayramlaringiz bilan. Kechirasiz, bitta yordamingiz kerak bo'ldi. Agar imkon bo'ladigan bo'lsa, meni videoga olib qo'ya olasizmi? Xo'p, biz u bilan Shevchenko ko'chasida edik. Uni ustidagi kiyimlari o'ziga juda yarashgan, ko'zlari bo'lsa juda ham chaqnab turgan edi. Jigarrang sochlari bo'lsa, xuddi malikalarning sochlaridek to'linardi. Eng qizig'i aytaymi nima? Uni tabassumi hech qayerda yo'q. Chunki faqat birinchi marta bu insonni bu tabassumlarni ko'rishim. Nima deyishim mumkin? Sochlarini yulqib qo'yish haqida ham gapirishim kerak. Va u insondan so'rashim mumkin bo'lgan yagona narsa uni ismi. Uni olib bitta narsa qilmoqchiman, ya'ni kameraga uni ko'rsatmoqchiman. Imkoni bormi? O'zingiz ishni o'girishni. Va yana bitta so'raydigan yagona narsam uni ismi. Ismingizni bilsam bo'ladimi? Meniki Doston qanaqa qilib so'z ochishni ham bilmadim. Agar bu inson bilan men tanishadigan bo'lsam, menimcha umrimdagi ikkinchi omadimni ishlatgan bo'lardim. Qarshi bo'lmaysizmi? Nima deysiz? Qarshi bo'lishim kerak. Nimaga? Chunki men turishga chiqqanman. Din bor o'zi, men adashgan bo'lsam lekin. Men tanishganimdan men ishonaman, sizdagi kelishgan yigit. Yana sizda qiyin savol uchrarmikan? Lekin erga tegmagan bo'lish kerak o'zi. Zo'r uchrasan. Voy, ko'zingiz yoshlantirdi. Yo'q. Yomg'ir yog'yapti. Balki yomg'ir yog'yapti. Uchratasiz, sizga belgi beradi. Bo'ldi. Rahmat sizga kattakon. Sizning insoningizligini. Bu yerda kamera bor edi. Biz ko'chada sotsial eksperiment o'tkazayotgandik va sizdagi samimiy insonlar bormi yo'qmi shuni tekshirgan. Va gap yo'q, hali ham samimiy insonlar borligidan juda ham xursandman. Kechirasiz. Ma'lumotga vaqtingiz olsam, ko'chada sotsial eksperiment o'tkazyapmiz va sizga birinchi beradigan savolim, orzuyingizdagi inson qanaqa bo'lishi kerak? Внешностью oladigan bo'lsa, должен быть высоким, эмоционально зрелый bo'lishi kerak. O'zbekchasiga ayta olasizmi? Endi shu qilishga gaplar chunki men qiynalib ketdim. Yosh bolali unaqasi bo'lmasligi kerak уже. Bosiq, jiddiy. Okey, bo'ldi. Oyligi qancha bo'lishi kerak? Bu minimalni, agar Toshkentda yashaydigan bo'lsak, $5000. $5000. Eng kami bu. Odamlar 6 millionga yashayapti. Nima deysiz? Bu meni rasxodim oyiga 10 ming. Undan keyingi savol, bo'yi qancha bo'lishi kerak? 1.80 m. Nu, aytaylik, taxminan 1.87 atrofida bo'ladigan bo'lsa. Zo'rmi sizga? Okey, 1.87 bo'ladi. Keyingi savol o'tadigan bo'lsa, kiyinish stili qanaqa bo'lsin? Misol uchun, klassika bo'ladigan bo'lsa, pastiga jigarrang, tepasiga temir singli kiyib olgan bo'lsam, yaxshimi? Normalmi? Keyingi savol o'tadigan bo'lsa, sizga qanaqa sovg'a berishni xohlardingiz? O'z qo'li bilan yashasa ham bo'ladi. Misol uchun, rasmdan chiqarib albomga qo'yib. Xullas, qo'li bilan yasalgan xohlagan sovg'ani undan sovg'a sifatida qabul qilardingiz. Juda ham zo'r. Agar u sizni oldingizga birinchi gap boshlashga uyaladigan bo'lsa, siz o'zingiz gapirgan bo'larmidingiz? Mana uyalaman. Sizni oldingizga kelganda qanaqa gap aytsa sizga yoqardi? Mana можно начать с комплимента, наверное. Misol, bironta qanaqadir she'riy gap aytadigan bo'lsa deylik, bugun osmonda ikkita oy chiqdi va birinchisi men ro'paramda turibdi. Нет, это bo'lmaydimi? Pikapı нет. Просто kelib men bilan tanishmoqchiman, nomeringizni bering. Sразу nomeringizni berasiz. Agar menda ham взаимный simpatiya bo'lsa beraman. Yana bitta savol bering. Yosh farq qilsa, nima derdingiz? Hech narsa demadim. Hech nima demaysiz. Agar ko'ngil tanlasa bo'ldi qilamiz. Okey, yaxshimisiz? To'g'risini aytaman, sizni tunu kun kuzataman. Nafaqat ko'chada, balki Instagramda. Menga yoqasiz.
qanaqa bu gapni aytishni bilmasdan turganda va nihoyat oxirgi yo'limiz shu qoldi. Ya'ni eksperimentni bahona qilib turib. Hop. Qanaqa qilib yana ham yaxshiroq bog'lansak bo'lasizlar. Nomeringizni oling. Yozing nomer. Siz серьезно? Конечно. Okey, yozing. Evet, o'qitayman. O'zim o'qitdimmi? Ну да. Mayli, xo'p. Rahmat, Nomerim subhanallah. bor, если что. Na. Давайте.